Bugungi mavzuda sizlar bilan yig'indoq qaynashi zarda bo'lish, ya'ni GERD kasalligi to'g'risida ma'lumot olamiz. GERD kasalligi nima degan savolga javob berishimiz kerak. GERD kasalligi bu gastroesofagal reflux bolezn. Ya'ni qizil'o'ngach kasalligi bo'lib, birinchi navbatda biz qizil'o'ngachda hamda oshqozonda 12 barmoqli terda anatomiyasini bilib olishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringdek, bu qizil'o'ngach, bu oshqozon hamda 12 barmoqli ichak sistemasi o'zi normada ovqatda qabul qilinganda qizil'o'ngachdan 6 sekund davomida, 6-8 sekund davomida oshqozonga o'tishi, oshqozonda ovqatni xarakteriga qarab, masalan, yog'li mahsulotlarga qarab 6-8 soat davomida hazm bo'lishi hamda 12 barmoqli ichakga o'tishi, 12 barmoqli ichakda o'tdan hamda midos bezdan hosil bo'lgan suyuqliklar bilan aralashib ingichka ichakka yo'nalishi kerak. Endi bu gastroesofagal reflux kasalligida shu holat, ya'ni oshqozonda ishlab chiqarilgan laktik kislotalar, pepsinlar hamda o't suyuqliklar, o't kislotalari, midos bezi fermentlari oshqozonga qaytishi, oshqozondagi mahsulotlar qizil'o'ngachga qaytishi yuzaga keladi. Ya'ni reflux o'zi normada bo'lmasligi kerak. Qizil'o'ngachda ishqoriy muhit bo'ladi. Ishqoriy muhit bo'lganligi uchun bu yerda kislotali muhit qizil'o'ngachga qaytishi, qizil'o'ngachga mahsulotlar o'tishi hisobiga qizil'o'ngachda distal qismida turli xil yallig'lanish holatlari keltirib chiqariladi. Yallig'lanish holatlari bu qizarishlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa eroziyalar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa yaralar, refluksning polit, reflux baret degan turli xil kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Endi buni darajalari qizil reflux esofagitda 4 ta darajasi bor: A, B, C, D. Ya'ni bu distal qizil'o'ngachda distal qismida yallig'lanishni prosesiga qarab turib 4 ta darajasiga bo'linadi. Ya'ni qizil'o'ngach shilliq burmalarini yallig'lanish o'chog'i, eroziyalarga, yaralarga, baret kasalligiga qarab turib 4 ta bosqichga bo'lib o'rganiladi, darajaga bo'linadi, og'irlik darajasiga qarab turib. Endi bu GERD kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablar, etiologik omillarni ko'rib o'tib ketishimiz kerak. Etiologik omillari nimalar hisobiga yuzaga keladi? Ya'ni bu etiologiyasi, keltirib chiqaruvchi sabablari. Birinchi sababi, ya'ni turli xil zararli odatlar. Ya'ni zararli odatlar, bu zararli odatlarga ichish, chekish va boshqa holatlar kirib ketadi. Ikkinchi holatimiz qizil'o'ngachda distal qismini bo'shashtiruvchi mahsulotlar ko'p iste'mol qilingan. Ya'ni yog' mahsulotlari, shirinliklar, piyoz mahsulotlari, kofe mahsulotlari, shunga o'xshagan mahsulotlar iste'mol qilinganda qizil'o'ngachda distal qismini bo'shashtirib, kengaytirish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Uchinchi holati diafragma churasi. Keyingisi diafragma churasi operatsiyadan keyingi holatlarda yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sabablarimiz yurak kasalligi bilan kasallangan, astma bilan kasallangan bemorlarda qizil'o'ngachning distal qismini bo'shashtiruvchi dori vositalar iste'mol qilish. Ya'ni bronkodilatatorlar, nitratlar, kalsiy kanallar blokatori va boshqa bir qancha dori vositalar iste'mol qilinganda bu qizil'o'ngachni holatini bo'shashtirib, ovqatni partiga yo'nalishiga omil bo'ladigan bir qancha dori vositalar iste'mol qilganda kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Undan tashqari semizlik bo'lgan bemorlar, semizlik bo'lgan hisobiga diafragmani ko'tarishi, boshqa holatlar bo'lsa, homiladorlik bo'lganda, qorin bo'shlig'ini qisuvchi kiyimlar kiyganda, bo'lsa oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalliklarida, semizlik mana va bir qancha holatlarda bu GERD kasalligini keltirib chiqaruvchi omillar, sabablar hisoblanadi. Endi bu GERD kasalligi
kasalligida qanaqa klinik belgilar bo'ladi, qanaqa shikoyatlar bo'ladi, sizlar bilan shuni gaplashishimiz kerak. Endi bir qilga bemorlarimiz bor, masalan ko'p yog'li ovqat yeb qo'ysa, jig'ildoni qaynaydi, zarda bo'ladi, kekiradi. Vaqtida vrachga murojaat qilinmaydi, yuraveradi, keyin oxir asoratlar bilan kelishi mumkin. Asoratlarni rakkacha olib borishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, vaqtida davolanib, vaqtida parhezlarni qilish kerak. Endi klinik belgilari, shikoyatlariga keladigan bo'lsak, bularda zarda bo'lish, jig'ildon qaynashi, yana to'sh ortida kuyish hissi, yana to'sh ortida achishish, chekirish. Undan tashqari kasallikning og'irlik darajasiga qarab turib, yutilganda, ovqat qabul qilinganda og'riq bo'lishi, ya'ni odinofagiya deyiladi, disfagiya bo'ladi, yutishni buzilishi, ya'ni ovqat moddalari yutolmay qolish holatlari. Shunga o'xshagan bir qancha holatlar klinik belgilar yuzaga keladi. Eng ko'p klinik belgisi u bemorlar shikoyat qiladi, zarda bo'lishiga, jig'ildon qaynashiga. Shu bilan shikoyat qiladi. Bu gerd kasalligini klinik belgilari, shikoyatlar. Endi hammada har xil bo'ladi. Bir xil bemorlarda shikoyatsiz ketishi mumkin, simptomsiz ketishi mumkin. Bir xil bemorlarda yurakka oid belgilar bor. Yurakda og'riq, ko'krak qafasida og'riq, yurak o'ynashi, qayt qilish holatlari, ovqat yedi, qayt qilish holatlari, shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin. Yutinganda og'riq, mana yutishni buzilishi, bir qancha klinik belgilarni aytib o'tyapmiz. Endi buni diagnoz qo'yishning asosiy tekshiruv usulimiz bu FGDS hisoblanadi. Undan tashqari pH muhitini tekshirish, boshqa sutkalik nazoratlari ham o'tkazilishi mumkin. Asosiy tekshiruv usuli FGDS. Bu 95-100% holatda aniq diagnostiga qilinadi. Ya'ni ko'z bilan ko'riladi. Bu sohadagi jarayonni videoga olish, undan tashqari rasmga olish, undan tashqari boshqa holatlarni ham amalga oshirish, yo bo'lsa barik bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir barik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda namuna olish ishlari ham FGDS orqali amalga oshiriladi. Qon ketishlar bo'lsa, qon ketishlarni to'xtatish maqsadida FGDS orqali amalga oshirishimiz mumkin. Endi buni davolashi qanaqa bo'ladi? Gerd kasalligini davolash. Davolash ikkita dorilar bilan hamda dorilarsiz bo'ladi. Endi dorilarsiz birinchi ko'rib o'tamiz. Dorilarsiz davolashda nimalar qilinadi? Birinchi o'rinda parhez. Parhez bu parhezga nima kiradi? Hozir aytib o'tilganda biz o'rganishda distal qismini bo'shashtiradigan mahsulotlar. Yog'li ovqatlar, xamirli ovqatlar, shirinliklar, kofelar, achchiq mahsulotlari, yo bo'lsa piyoz mahsulotlari, chesnak mahsulotlari, qizilgashli distal qismini qo'zg'atadigan, reseptorlarga ta'sir qiladigan mahsulotlarni cheklaymiz, parhez. Endi qanaqa ovqatlar qabul qilishimiz uchun qaynatilgan, dimlangan, yumshoq, tez hazm bo'ladigan ovqatlar. Ikkinchisi, ovqatlanishda 4-5 mahal qilish. 4-5 mahal qilish. Ovqatlangandan keyin 3-4 soat yurib
haligi harakat qilib ovqatni hazm qilish. Kechki ovqatni yotishdan oldin 3-4 soat oldin yeyish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari yurak kasalligi aytib o'tdik sabablarida nitratlar qabul qiladigan bo'lsa, kalsiy kanallar qabul qiladigan bo'lsa, yo bo'lmasa bronxodilatorlar yo bo'lmasa boshqa dori vositalar qizilgashda distal qismini bo'shattiradigan dorilar qabul qiladigan bo'lsa, shu dorilardan voz kechish va to'xtatish va kamaytirish. Shunga o'xshagan holatlar. Semizlik bo'ladigan bo'lsa, semizlikni bartaraf etish, ozish tavsiya etiladi. Bundan tashqari zararli odatlar, ichish, yeyish va boshqalarni tashlash tavsiya etiladi. Qorinni siquvchi kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, shu holatlarda tark qilish tavsiya etiladi. Endi dorilar bilan davolanadigan bo'lsa, dorilar ham 3-4 guruhda dori preparatlari beriladi. Endi bular qaysi? Dorilar bilan davolash davo muddati 4 haftadan 26 haftagacha kasallikni yengil, og'ir darajasiga qarab turib 4 haftadan 26 haftagacha dori preparatlari beriladi. Endi bu qanaqa dori preparatlari deydigan bo'lsak, dori preparatlari ham IPP ingibitor proton pompa ingibitorlari, bularga pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, yo bo'lmasa rabeprazol. Endi bularni dozalari har xil, masalan 20-30-40 mg chiqadi. 2 mahal beriladi ovqatdan oldin. Endi buni nazorati masalan 15 kun ichida bundaroq, 20 kun ichida bundaroq dozasi ko'tarilib, oshirilib, kasalligi yengil og'ir darajasiga qarab nazorat qilib boriladi. Endi kasallikning og'irlik darajasida bu tabletka kapsula formalari edi, inyeksiyon formalari ham qo'llanishi mumkin. Antitoksin dori vositalari. Bu IPP preparatlari oshqozonni shilliq tarikan hujayralarga ta'sir ko'rsatib, insulin kislota sintezini bloklaydi. Antitoksin dori vositalarimiz bularga almagen, maltoz, ya'ni magniy, alyuminiy karbonatlar, shunga o'xshagan metal birikmalari anaqalari beriladi. Almagen, maltoz, reni, shunga o'xshagan dorilar, bir qancha dorilar bor, shu dorilar beriladi. Dori vositalari. Bu ishlab chiqarilgan kislotalikni pasaytirib beradi. Bu ham dozasiga qarab turib 26 haftagacha beriladi. Uchinchisi prokinetiklar. Bu prokinetiklar vazifasi ularga metaklopramid, domperidon, serkan, aldosteron, itopromid, sizapirid degan dori vositalarimiz keladi. Itopromid, sizapirid, metaklopramid, domperidon. Endi qisqartirib yozilyapti shu ma'lumotlar. 4-guruh dori vositalarimiz spazmolitiklar. Spazmolitiklar bu dispatalin, shunga o'xshagan dori vositalari beriladi. Endi bularni davomiyligi 4 haftadan 8 haftagacha kasallikning yengil og'irlik darajasiga qarab turib berib boriladi. Endi bular berish davomiyligida kungides tekshiruvi o'tkazib va tekshiruv amalga oshirib nazorat qilib boriladi. Endi bu prokinetiklar ovqatni harakatini tepadan pastga yo'naltirib beradi. Ya'ni qizilgach, oshqozon hamda 12 barmoq ichidagi harakatini pastga yo'naltirib beradi. Prokinetiklar vazifasi. Endi bu oshqozonga ishlatiladigan dori vositalar ko'proq ovqatdan oldin yo bo'lmasa ovqatdan 2 soat keyingi ichish tavsiya etiladi. Bugungi mavzu GERD kasalligi, ya'ni gastroenterofit kasalligi. Shu qisqacha ma'lumotimiz.